Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir chiroyli darvozamizda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 3 metr razmerga o'rnadi bu darvozamizni. 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, darvozamiz stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi. 2lik stenada listlar 1,3lik list. Ichidagi profillar 6 ga 4, 1,7 stenada bo'ldi. Juda chiroyli chiqdi, juda ideal holatda. Bo'stonliq tumani. Juda manzarali, juda chiroyli joylar ekan. Mana ustanovka qilib bo'ldik. Darvozamiz taglari shivillar bo'ldi, zamoglar, mana zamoglar ham Xudo xohlasa yaxshisidan qo'yildi. 5 ta kalitli. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, darvozamiz mana orqa holatlari, orqalari ham mana juda chiroyli holatda o'rnadi. Bu darvozamizga qo'shimcha mana bunday kachalagimizni ham 3 million so'mga olib kelib qo'yib berdik. Kachalagimiz ham mana juda chiroyli variantda bo'ldi. Kachalagimizda ham har xil razmeri, har xil turlari bor. Bemalol chiroyli qilib dastavka qilib berilaveradi kachalaklarimiz. Xudo xohlasa. Darvozamizga kelsak, darvozamiz orqa holatini ham ko'rsatdik. Kimga shunday darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Endi darvozamizning nejvinkalari hali remontlari tamomlanmagan ekan. Turib-turaversin, remontdan keyin ko'chirib tashlaymiz deyishdi. Nejvinkani mana ustidagi salafonlari qoldi. Buni reglimiz ozgina qiyshiqligi hisobiga ozgina tepasida ochilib qoldi. Bu tomoni plotniy bo'ldi. Tamom plotniy. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham Xudo xohlasa bemalol kuzatib borishlaring mumkin. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini Xudo xohlasa qo'yib boramiz. Hurmatli aka-ukalar, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa chiroyli qilib joylarini o'lchab, razmerga yasab berilaveradi. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda Xudo xohlasa uchrashguncha salomat bo'linglar.